Mana zeleniy zonani qaranglar, вообще juda fayzli qilib qo'yilgan ekan. Okamgilar uylariga ancha mehr bergan ekanlar. Assalomu alaykum. Qulay manzilda bugungi obzorimizda Shayxon Tohir tumani Eski Hammom ko'chasida bo'ladi. 3,5 soat turli 6 xonali xonadonni obzorini qilib beraman. Qaranglar, glavniy eshikdan kirganimizda ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu yoq tarafdan boshlaymiz. Kirganimizda prixoshka, shkaflar o'rnatilgan. Mana holni qaranglar. Вообще аккуратный bo'lib turibdi. Remotlar cho'tki holatda. Okamgilar lekin как положено mazza yashayman deb yaxshigina pul ishlatgan ekanlar. Mana bu spalni ham qaranglar. Вообще cho'tki, чистичный mebel texnikalari qoladi. Mana bu yerda общий sanuzel. Qaranglar, аккуратный bo'lib turibdi. Yana o'z детский xonasida bu yerda okamlar kabinet qilgan ekanlar o'zlariga. Xo'p, endi hovlimizni pastki qismiga o'tamiz. Endi kirganimizda o'ng qo'limizda oshxona. Oshxonani ham qaranglar, аккуратный bo'lib turibdi. Tanti bemalol oila davrasida ovqatlanib o'tirasizlar. Bu yoqda mana zal, remontlari mana. Bu yerda ham qaranglar, аккуратный cho'tki bo'lib turibdi. Yomon emas, kirasizlar, mazza qilib yashaysizlar. Etoni чистичный mebel texnikalari qoladi. Mana bu yerda sanuzel, и bu yerdan podvalga tushib ketiladi. Podvalda ham ikkita katta xona, bitta kladovkaga xona bor. Ikkinchi etajga chiqamiz endi. Ikkinchi etaj mansarda ekan, lekin tomni ochib bemalol ikkinchi etaj polnoценный ko'taruvchi bo'lar ekan. Mana bu birinchi xonasi. Mansardani ikkita o'g'illariga как детский xona qilib bergan ekanlar. Mana bu ikkinchi xonasi, qaranglar. Zo'r holatda turibdi. Bu yerda yana общий sanuzeli bor. Mana ko'rishinglar mumkin. Shu xonadonimizni $270,000 baholayapmiz. Yana ozgina ustida savdolashadigan joylari bor.